Xo'p, o'rtoqlar, 12-darsimizning ikkinchi qismiga ham yetib keldik. Hozirgi video darsimizda mana shu ikkita personajni teksturasi, ya'ni ko'rinishi o'zgarib qolgan vaqtda uni asl holatiga qaytarish yokida ko'rinmay qolgan modlarimizni to'g'irlashni siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun mana bitta modni tanlab olamiz, from selection qilib buni o'chirib tashlab ko'ramiz mana. Buni ranglarini o'zgartirib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, mana bu joydan udaltni bosadigan bo'lsak, bizda mana tekstura o'chib ketdi va Spider-Manimiz mana shu holatda tushib qolishi mumkin. Xalqga ham o'chirib ko'ramiz mana. Xalqga mana shu joydan o'chiramiz. Endi bu yoqda kolorini qanaqadir qizilga bo'yab qo'yishimiz mumkin, teksturani o'chirgan holatda yoki qanaqadir qiziqarli narsalar yaratsa ham bo'ladi bu yoqda, misol uchun yashil qilib polni. Lekin baribir original holatda bo'lmadi. Endi buni biz teksturasini qanday beramiz? Misol uchun mana layer birinchida turibdi. Mana shu o'chib ketgan joyda mana bu joyda har xil layerlar bo'lishi mumkin. Misol uchun ikkinchi layer, birinchi layer biz hozir 0 layerda turibmiz. Mana shu joydan endi mana fayl bo'limini bosamiz. Color map bo'limidan bosganimizdan keyin bizda bu yoqda yangi bo'lim ochiladi. Xo'p, shu yerdan endi biz xalqni topib olishimiz kerak mana. Qaysi personajni teksturasi yo'qolib qolgan bo'lsa, biz ana shu joyga kirib olishimiz kerak endi. Mana xalqga kiramiz. Endi bu yoqda har xil mana rasmlar turibdi. Shu joydan o'zimizga kerakli bo'lganini topib olamiz. Demak, mana bu bir xalqga teksturasi hisoblanadi. Mana bosganimizdan keyin xalq teksturasi to'liqligicha tushdi. Endi buni rangini dastlabki holatiga qaytarib olishimiz kerak, ya'ni biroz ochroq holatga. Qaytarganimizdan keyin mana teksturasi o'z holiga keldi. Shuni to'g'irlaganimizdan keyin bir marta saqlanib qo'yamiz. Bo'ldi, endi keyingi safar xudo xolisa mana shu modimiz o'z holatida chiqadi. Endi Spider-Manni to'g'irlashimiz uchun Spider-Manni yana bir marta tanlab olamiz. Hop, from scan selectionni bir marta bosamiz. Mana shu modelni tanlab oladi. Bu joyda yana layer 0 da turib, biza papkani ustiga bosamiz va o'zi tayyor Spider-Man papkasiga olib chiqib qo'yapti. Sizda unaqa bo'lmasligi mumkin. Sizda qanaqadir boshqa joyda bo'lishi mumkin. Hozir sizga tushunarliroq bo'lish uchun. Xo'p. Sizda mana shu art bo'limida turgan bo'lishi mumkin. Art bo'limida turgan bo'lsa, orqaga qaytasiz. Shu joydan levels ichiga kirasiz, kartalarning ichiga. Xo'p, endi bu yerdan karta, qaysi kartada siz hozirgi vaqtda mana shu atrofdagi karta qaysinda? Misol uchun kimdir EASCOS USAda bo'lishi mumkin yoki kimdir boshqa kartada. Siz qaysi kartada ishlayotganingiz o'shanga kirasiz, 3D modelga kirasiz, Spider-Manni topasiz va shu joydan teksturasini tanlab ustiga 2 marta bosadigan bo'lsangiz, buni teksturasi yana o'z holatiga qaytadi. Demak, bu darsimizda siz bilan mana shu 3D modellarni yoki qanaqadir boshqa obyektlarni teksturasi yo'qolib qolgan vaqtda uni to'g'irlashni ko'rib chiqdik. Shu bilan 12-darsimiz tugadi. Agar Telegram guruhimizga, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Mana shu 3D obyektlarni barchasini Telegram gruppamizga tashlab boramiz.